Yüzdürüm yoğuna muşlar 34 işten bu patma yazdır erimle açtığında oğurlaş kiyvadım. Ay ben de uyan çıktım mı? Çıktım ben. Yoqap ketkilim 6-7 ay buldu hesaptan da bu jarayanda şu to'g'itdan samirib 20 kilodan artıq bedenim qo'shildi. Undan keyin men o'zim meni qasdan samirib ig'irligimni 80 kilodan oshirib etdim. Nurg'un qiz valla menden yenidan so'raydi. Siz nima 65-66 kiloda to'g'itingizdan chiqqandan keyin keyningiz qarab uruqlamaysiz deb. Men deyman sizlar o'zingizning ko'zi bilan ko'ramiz. Hozir uruqlash masalatlari bek chiq o bozor. Mayli jensan qiladigan, mayli yeydigan, ichadigan, sukaydigan. Qaqlar yushurun o'zlari boshqa usulda uruqlab bilib, undan keyin men paloni narsa yeb uruqlagan. Bu narsani asoz uruqlaysiz deb uruq oldidan ekranga chiqib bir narsani setadan amroq. Men endi to'g'itdan keyin sanagidan biroz uruqlayapsam, o bir 10 kilo degandan aytdi ya 30 kunda uruqlayman ya 40 kunda uruqlayman. Bu tasam emas. Lekin men nimalarni yesa samiraydi. Qandaq narsani qandaq usul deysiz samirib ketadi. Bir qiziq shifaga qarab. Ba'zilar o'ziniki uruq rasmini qo'saqlarni piyla qilib oldiga, kasini piyla qilib keyniga yo'g'antdi. Metodun qilib oldiga maqsad uruqildi, keyniga maqsad simetdi. Shundoq röntgenlardan payda muavinasimiz vaqt, muavina uruq vaqti mush narsani yesib o'zi emas, bir ota-onasini ko'rib baxman, iliq mas'uliyatlarni xalqlarga sunib, setib başı pulsini topadigan odamdan nurg'unga. Endi men bu yerda butun odamdan qarshi oldida. Men sanagidan biroz mana yuvanshan dedi. Allohimiz hech qanday narsa yo'q. Mening mushta yüzdürüm yo'g'ina 34 ishdan bu patma yazdir erimni ochdan o'g'irlash kiyvadim. Qo'saqlarim o'ltirasam mana mushta qatlash bo'lib ketgan. Haqiqiy rost samirib 80 kilo chiqatganimni bir-birlab ko'rsizlar. Endi vzoplarimni qo'yibasiz. Endi qo'yayotgandan keyin men daka qilib bir uruqlab har kunlik ig'irligimni sizlarga fansan qilish bilan birga men o'zim ya 60 kilo ya 55 kilo chiqib bo'lgandan keyin manasini yeysangiz uruqlaysiz. Men zot mushir yeb turib uruqdim, ma tomoqni yedim, manasini ichdim deb turib haqiqiy bo'lgan bir narsani shunday deb o'ylab qoldim. Shu ayliq bir narsani chiqarib bo'g'ichilan qo'ysam birib ketibsiz fantan bo'lib ketdingizmi? Olmau deb fantan degan nima? Masalan men 85 kilo otdim. Men tuyuqsiz 100 kilo, 150 kilo chiqarsam uni fantan deymiz. Lekin men 55 kilo altından qo'saq ko'tarib ya bu jarayonimda samadim. Buni fantan demaymiz. Bu to'g'ri samirish. Undan keyin men o'zim xohlab yana 10 kilo samirish deymiz. Shu ayliq bir narsa tushungan vaqtinglarda bevosita o'ng'ininglar emas, ko'gininglar, his qilgininglar, o'zinglar qabul qilgininglar eng yaxshi oldida bo'ladi. Samirib ketgan shu pinlarimni yaxshi ko'rib ko'ringlar. Uruqlar vaqtimni yaxshi ko'rib ko'ringlar. Bak uruqlayolmaganlik, mehmonchilikda qolgan qandaq uruqlashingizni bilmagan bo'lsanglar, men qo'yib qo'ysanglar, bir dakika qilib turib uruqlab o'zimning uruqlagan jinyas orqali sizni uruqlayman.